Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro va darvozabonimiz Abduvohid Ne'matov Urugvayga qarshi o'yin oldidan matbuot anjumanida ishtirok etdi. Fabio Cannavaro: avvalo tashrif uchun barchaga rahmat aytaman. Biz kecha Malayziyaga yetib keldik va tiklanish mashg'ulotlarini olib bordik hamda ertangi uchrashuvga tayyorgarlikni boshladik. Bu avvalgi uchrashuvdan ko'ra farqli o'yin bo'ladi. Dunyodagi eng kuchli jamoa va eng kuchli murabbiylardan biriga qarshi bahs olib boramiz. Bizni oldinda qiyin o'yin kutmoqda. Biz raqibdan qo'rqmaymiz va o'z o'yinimizni ko'rsatmoqchimiz. Bu o'rtoqlik uchrashuvi, lekin maydonda borimizni beramiz. Urugvayga qarshi o'yin haqida: bu o'zimizni ko'rsatishimiz uchun yaxshi imkoniyat. Ko'proq to'pni nazorat qilishga harakat qilamiz, chunki ularga imkoniyat berib bo'lmaydi. Vaziyatni o'z qo'limizga olishimiz kerak. Har doim ham hujumda harakat qilib bo'lmaydi. Jahon chempionatida dunyoning eng kuchli jamoalariga qarshi o'yin o'tkazamiz. Biz aynan shunday uchrashuvlarga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Tanqidlar bo'lishi tabiiy, lekin biz hamma sport turlarida bo'lgani kabi natija haqida o'ylashimiz kerak. O'rtoqlik o'yini bo'lsa-da, bor imkoniyatimizni ishga solishimiz, qattiq ishlashimiz va birgalikda harakat qilishimiz kerak. Bu sport va oddiy o'yinlarda ham barcha jihatlarni e'tiborga olish kerak. O'rtoqlik uchrashuvlari haqida: o'rtoqlik uchrashuvlari o'zimizni ko'rsatish uchun imkoniyat, chunki mundialda bunga vaqt bo'lmaydi. Uzoq safar kutib turgani uchun ba'zi futbolchilarni ortiqcha charchatishni istamadik. Men ularning barchalari bilan gaplashdim. Jahon chempionatiga qadar bizda 8 oy vaqt bor va biz barcha futbolchilarni o'yinini kuzatamiz. Abduvohid Ne'matov murabbiyimiz ta'kidlaganidek, tiklanish mashg'ulotini o'tkazdik. Ertangi o'yinga tayyormiz va bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Urugvay jahonda o'z o'rniga ega jamoa. Murabbiylarimiz bilan ularning o'yinlarini tahlil qilyapmiz. Har qanday jamoaning kuchli va kuchsiz jihatlari bo'ladi. O'z o'yinimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. O'zbekiston hamda Urugvay o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi 13-oktyabr kuni soat 17:45 da start oladi. Uchrashuv Malayziyadagi Hanjibat stadionida bo'lib o'tadi.